Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Xudo xolasa mana shu obyektimizni ham bitkizib oldik. Ichkarilarini ham bitkizdik. Xudo xolasa mehnatga bitta baho berasizlar. Mana shu issiq kunlarda, o'ta issiq kunlarda bitkizib oldik. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Bolalarni narsalar yig'ishtirishyapti. Orqa tomoni ham mashina singari bo'lgan, bu yonbosh. Ko'cha tomonimizda yana biri bor. Xudo xolasa mana shu tomonni ham 1-2 oylarda ochib yopib boramiz. Shu bilan bir xil qilib Xudo xolasa.